Alo. Ovoz Amat. Toqqa? Qachon? Bo'ldi. Muammosi yo'q. O'sha o'zimiz svoylar hammasimi? Bo'ldi. Ertaga soat nechida unda? Ya, 100% boraman. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti. Bormaysiz. Nimaga bormayman? Nimaga borasiz? Uyda o'tiring. Borib kelaman, bo'ldi. Maza qilsin doshlar. Kursdoshlarni o'tirib. Kim? O'sha o'zimizda bolalar, qizlar, kursdoshlarda. Qizlar? Kursdoshlar. Qizlar dedingiz hozir. Xo'p, shu kursdoshlarim. Yo'q. Bormaysiz. Nimaga bormayman? Kelaman. O'tgan safar bordingiz. O'tgan safar Ziyod degan kursdoshim bormagandi. Bu safar u dam olibdi. Shuning uchun endi boramiz. Ishidan dam olgan. Tushundingmi? Menga nima bormagan bo'lsa? Xo'p, nima qilib beray? Nima olib beray? Nima berasiz? Yo'q, qutishda. Nima olib berasiz? Pulini bersangiz olaman. Yaxshi variant necha pul berishim kerak? $500mi? Nima? $500? Xo'p, 200 ming beraman bilan. 200 ming? Ming? Mayli, turist. Xo'p, $500 ming beraman. 500 ming? Ha. Mayli. $300 bering yetadi. Hozir вообще bermayman. Tushundingmi? Вообще bormaysiz hozir. Biz uyimizda kim erkak? Siz конечно, lekin o'tgan safar mendan so'ramay ketib qolganingiz uchun bu safar bormaysiz, chiqaylik. Nimaga so'rashim kerak o'zi? Po faktu. Nimaga pul berishim kerak o'zi senga? Yo'q. Bo'pti. Xo'p, $100 beraman. O'zi $150 bor. Kursdoshlar bilan $50 beraman. $100 senga beraman, biladingmi? Ha, siz menga ozgina pul berib, o'zingizman zaqimdan olib kelmoqchisiz. $100 ozgina pulmi siz uchun? $100 odamlar qancha ishlaydi bilasan? Bir oy ishlaydi $100. Xo'p, nima olasan $100 ga bo'pti? Duxamoqchiman. Umrim davomida 150 ming so'mlik duxi sepganman. O'zingiz hozir sepib yurgan duxingiz qancha? 150 ming. Bermayman, короче, qanday tushunding? Bormaysiz, короче, qanday tushundingiz? Kursdoshlar bilan mayovkaga kelganmiz. Qattadirmiz, короче.